Bugun biz siz bilan Suriya siyosiy krizisining regional va xalqaro ta'sirlari haqida gaplashamiz. Suriyaga bag'ishlangan o'tgan galgi ko'rsatuvimizda men Suriyaga tegishli ilk axborotlarni bergan edim. Bugun esa men sizlarga regional ahvol haqida to'xtalib o'tmoqchiman va biz Asad rejimining tugatilishi yoki davom etishini butun Yaqin Sharqqa qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rib o'tamiz. Suriya Yaqin Sharqning markazida joylashgan bo'lib, qo'shnilari Livan, Isroil, Iordaniya, Iroq va Turkiyadan iboratdir. Mamlakat yer maydoni 185.180 kvadrat kilometrni tashkil qilib, aholi soni 22,5 million kishidir. Mamlakat 70-yillardan buyon Nusariylar qavmidan bo'lgan Al-Asad oilasi tomonidan yakkapartiyalikka tayangan holatda Baas partiyasi tomonidan boshqarib kelinmoqda va hukumatning barcha muhim kalitlari Nusariylar qavmi a'zolariga tegishli bo'lib, sizlarga eslatib o'taman, ular 70% sunniy bo'lgan mamlakatning atigi 13% ni tashkil qiladilar. Bu diktaturada xavfsizlik xizmatlari va armiya juda ham keng yoyilgan va 2011-yil mart oyida boshlangan noroziliklarga qarshi repressiyalarda faol qatnashmoqda. Bunday og'ir hodisalar albatta Suriya hududlaridan tashqi hududlarga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu siyosiy krizisning regional ta'sirini yaxshi tushunishimiz uchun biz Suriyaning har bir qo'shnisi bilan bo'lgan munosabatlarni ko'rib chiqamiz. Shimoldagi qo'shni Turkiyadan boshlasak, ikki davlat orasidagi ehtiyotkorlik aloqalariga bir necha sabablar bor. Shu sabablardan biri bu Turk provinsiyasi Hatay ustidagi bahslardir. Eski atalishi Iskandariya sanjaki. 1937-yilgacha Iskandariya sanjaki Fransiya mandatidagi Suriya hududiga qarashli bo'lgan, lekin 1939-yilda Fransiya bu hududni Turkiyaga bo'shatib beradi. Bu esa Suriya millatchilarining g'azabiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda esa Damashq bu hududni yo'qotilishiga noroziligini bildirib kelmoqda. Ikki davlat orasidagi to'qnashuvlarning ikkinchi negizi suv resurslarining taqsimlanishidir. Frot daryosi ko'rib turganingizdek Turkiyadan boshlanib, Suriyani janubiy sharqqa qarab kesib o'tadi va daryoning yuqori qismidagi irmoqlarida Turkiya bir nechta to'g'onlarni qurgan. Shu jumladan Katta Otaturk to'g'oni. Bu esa Suriya hukumatini xush ko'rmaydigan muammolardan biridir. Chunki bu infrastrukturalar qurilishi oqibatida Suriya hududining qurg'oqchil qismida suv resurslari nisbati sezilarli darajada kamaygan. Uchinchi sabab bu kurdlar muammosi. Kurd aholisi asosan 4 mamlakatda joylashgan: Iroq, Eron, Turkiya va Suriya va davlat bir nechta 10 yillardan beri kurd separatistlarining harakatlariga va PKK Kurdiston ishchilar partiyasiga qarshi kurashib kelmoqda. Uning asosiy lideri Abdulla O'chala esa ko'p yillar davomida Suriyada qochoqlikda bo'lgan. Bu esa ikki mamlakat orasidagi munosabatlarni yanada chigallashtirgan. 1998-yilda uning Suriyadan chiqarilishi ikki davlatning ma'lum doirada yaqinlashishiga yo'l berdi. Faqat Suriyada tartibsizliklar boshlangandan beri ikki mamlakat munosabatlari yangidan yomonlashdi. 2012-yil iyunda Turk qiruvchi samolyoti Suriya harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirildi. Anqara qat'iy ravishda Bashar al-Asad kuchlari tomonidan qilinayotgan repressiya va qirg'inlarga qarshilik bildirmoqda. Turkiya o'z hududida Suriya erkin armiyasining qo'mitasiga faoliyat yutkazishga ruxsat berdi. Shu jumladan Suriya armiyasini tashlab qochgan harbiylarga ham va Anqara o'zining Asad rejimini qulashiga xayrixohligini umuman yashirayotgani yo'q. Endi Suriyaning Eron bilan munosabatlarini ko'rib chiqaylik. Suriya va Eron xaritada ko'rib turganimizdek umumiy chegaralarga ega emas, lekin bu ikki mamlakat o'zlarining umumiy manfaatlariga ega. 1980-yillarda bu ikki davlat Iroqqa qarshi strategik ittifoq tuzadilar. Chunki Iroqning qudrati ikki tomonga ham kuchli xavf tug'dirmoqda edi. Suriya uchun Iroq bilan qarama-qarshilik ikkita asosga ega edi. Iroqning va Suriyaning ba'zi partiyalari orasidagi raqobat va qarama-qarshilik va arab dunyosidagi liderlik uchun kurash. Eronga kelsak, 1980-88-yillar orasida Iroq bilan bo'lgan urush Teheronni regionda o'ziga ittifoqchi izlashga undadi. Bu ittifoqning ikkinchi sababi bu Isroilga qarshi bo'lgan umumiy kurashdir. 1948-yildayoq Suriya Isroil davlatining yaratilishiga qat'iy qarshiligini bildirgan. Bugungi kunda Suriya va Eron Livan davlat hududi orqali Isroil davlati ustidan bosimni ushlab turmoqdalar. Ikki davlat haqiqatdan ham Hezbollah harakatini qurol bilan ta'minlashadi. Bu shialar harakati bo'lib, asosiy maqsadi Isroilni yo'q qilishga qaratilgan. Bu Eron-Suriya ittifoqi Saudiya Arabistonning pozitsiyasini tushunishda katta ahamiyatga egadir. Xo'sh, u qanday pozitsiya?
Dunyoda eng katta neft zaxirasini boshqaruvchi Saud dinastiyasi ko'p vaqtdan beri AQShning ittifoqchisidir. Damashq esa 1970-yillardanoq Sovet ittifoqi bilan ittifoq qilishni tanlagan edi. Nima bo'lganda ham ikki mamlakat o'zaro diplomatik aloqalarni davom ettirishdi, lekin 2005-yilda Livan bosh vaziri Rafik Hariri, asli saudiyalik sunniy, o'z mashinasining portlashi oqibatida Beyrut shahrida vafot etadi. Deyarli hamma bu suiqasdni Suriya rejimi tomonidan amalga oshirganligi haqida shubhalanadi. Buning oqibatida Saudiya Arabistoni Suriya bilan aloqalarni uzoqlashtiradi. Bundan tashqari Ar-Riyod Suriya va shialar Eroni o'rtasidagi ittifoqqa o'ta salbiy ravishda qarar edi. Shuning uchun o'zining arab qo'zg'olonlariga bo'lgan tashvishiga qaramasdan, Ar-Riyod Suriyadagi tubdan siyosiy o'zgarishlarni quchoq ochib kutib olgan bo'lardi. Chunki bu o'zgarish Damashqning Tehrondan uzoqlashishiga olib kelishi mumkin. Bunday o'zgarish Livanning hozirgi holatiga juda ham katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bizning domino effekti o'yinimizning davom etishi natijasida bir on shu kichkina qo'shnisida to'xtalib o'tsak. Suriya va Livan tarixlari bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. 1976-yilda Suriya o'z qo'shinlarini Livanga mamlakatdagi dinlararo nizolarga chek qo'yish maqsadida jo'natgan va u qo'shinlarni faqatgina 2005-yilga kelib BMT rezolyutsiyasi bosimi ostida olib chiqib ketadi. Aytib o'tganimizdek, Livan bosh vaziri Rafik Haririga suiqasd uyushtirilgandan so'ng, hatto Suriya armiyasi mamlakatni tashlab chiqqaniga qaramasdan, Livan hozirgacha Damashq ta'siri ostida yashab kelmoqda. Bu esa o'z navbatida Beyrutga Suriya rejimi ustidan rozilik yoki qarshilik pozitsiyasini bildirishga qattiq xalaqit beradi. Bundan tashqari Suriya shialar harakati Hezbollahni qurol-yarog' bilan ta'minlash orqali qo'llab-quvvatlaydi. Shunday qilib, xaritada ko'rib turganimizdek, Hezbollahning Livan janubida joylashganligi Isroilning shimoliy qismini nozik sharoitga solib qo'yadi. Xo'sh, aynan Isroilning bu boradagi pozitsiyasi qanday? 1948-yilda Isroil davlatining yaratilishi bilanoq Suriya unga qarshi urushga kirishadi. Keyinchalik esa 1967-1973-yillarda Isroilga qarshi urushlarda qatnashadi. Bu urushlarning hammasida arab koalitsiyalari g'alabani boy beradilar. 1967-yil iyundagi 6 kunlik urush davomida Isroil Suriya hududidagi Golan platosini harbiy yo'l bilan egallab oladi. Shundan buyon hech qanday diplomatik kelishuvlar Golanning Suriyaga qaytarib berilishiga yo'l bermadi. Suriya Isroilga doimiy ravishda harbiy bosim o'tkazib keladi, yo Falastindagi Hamas harakati bilan Gaza hududi orqali, yoki ko'rib o'tganimizdek Livan janubidan Hezbollah jangarilari orqali. O'z navbatda Isroil har safar bu harakatlarga harbiy yo'l bilan javob qaytaradi. 2006-yilda Hezbollahga qarshi urush, 2007-yil sentyabrda Suriyaning Deir ez-Zor yaqinidagi harbiy bazasining Isroil tomonidan bombardirovka qilinishlari shunday javoblardan biri edi. Lekin Suriyadagi siyosiy krizis oldida Isroil pozitsiyasi chalkashdir. Isroilga mazkur rejimning o'zgarishi uning uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin. Boshqa tomondan esa bu tartibsizliklar oqibatida regiondagi turg'unlik holati izdan chiqib ketishi mumkin. Mana ko'rib turganimizdek, Suriyadagi siyosiy krizis butun regionni ikkilantiruvchi holatga solib qo'ydi. Ikkita geopolitik ittifoqchilar paydo bo'lishdi. Birinchi Suriyaga ittifoqchi davlatlar, Eron, Saddam Husayn rejimini qulatgandan beri shialar hukumati tomonidan boshqarilib kelinayotgan Iroq va Livandagi Hezbollah. Qarshimizda esa Asadga qarshi bo'lgan kuchlar. Ular Turkiya, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Qatar va Iordaniya. Regiondagi Arab ligasiga a'zo mamlakatlardan 6 tasi 2011-yil noyabr oyida Suriyaning ligadan vaqtinchalik chiqarilishi uchun ovoz berdilar. Iroq bunga nisbatan hech qanday ovoz bermagan regiondagi yagona mamlakatdir. O'z navbatda Livan bu taklifga qarshi ovoz berdi. Bu regional masshtabdan tashqari, Suriyadagi siyosiy krizis BMTning Xavfsizlik kengashining 5 ta doimiy a'zosini ham o'z domiga tortgan. Bu yerda ham ikkita qarama-qarshi kuchlar paydo bo'lgani yaqqol ko'rinib turibdi. Bir tomondan AQSh, Fransiya, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqidan tashkil topgan G'arbiy front tashkil topdi. Bu front Bashar al-Asadning hokimiyatdan ketishini qat'iy talab qilmoqda. Shunisi qiziqki, aynan shu mamlakatlar 2008-yildan boshlab Suriya rejimi bilan yaqinlashishga harakat qilishgan. Masalan, O'rta Yer dengizi ittifoqiga asos solinishi mobaynida 14-iyuldagi Fransiyadagi milliy paradda Bashar al-Asadning tashrifi haqida hamma eslasa kerak. Lekin siyosiy krizis boshlangandan beri munosabatlar butunlay qarama-qarshi tomonga yo'naldi. Moliyaviy muzlatish, vizalar masalasidagi cheklashlar, savdo sanksiyalari va Suriyadan import qilinadigan neft mahsulotlariga Yevropaning boykot berishi. Ikkinchi tomondan Rossiya va Xitoyni ko'ramiz. Agar Xitoy har qanday mamlakatning ichki ishlariga aralashmaslik lozimligi prinsipi orqali qarshilik bildirayotgan bo'lsa, Rossiya esa Suriyaning tarixiy ittifoqchisi bo'lib, hozirgi kunda ham unga qurol aslaha sotishda davom etmoqda. Xitoy va Rossiyaning BMTdagi vetolari oqibatida
BMTning Xavfsizlik kengashi Suriyaga intervensiya qilish yoki rejimni jazolash rezolyutsiyalarini qabul qila olmayapti. Natijada Kofi Annan o'zining BMT va Arab ligasidagi Suriya xususidagi dasturidan iste'fosini beradi. Uning fikricha bunday topshiriqni amalga oshirishni umuman iloji yo'qdir va nihoyat Suriyadagi aholining ahvoli juda ham achinarlidir. Inson huquqlari yuqori komissariyati ma'lumotlariga ko'ra 2011-yil mart oyidan beri 200 mingga yaqin suriyaliklar o'z vatanlarini tark etganlar. Ularning yo'nalishi Turkiyaning janubi, Livan, Iordaniya va Iroq mamlakatlaridir. Xo'sh, endi umumiy xulosa qilsak, bizda hozir ikki tomon yuzma-yuz bo'lib turibdi, lekin bu yerda uchinchi qatnashuvchi ham mavjuddir. Qatar va Saudiya Arabistoni vahhobiylar va salafistlarning odatiy qo'llab-quvvatchilaridir. Ularning maqsadining g'arb kuchlari bilan umumiyligi, ikkalasi ham Al-Asad rejimining qulash tarafdorlaridir. Undan so'ng bu yerda masalaga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq Isroilni ham unutmaslik lozim. Lekin uning xohishi chalkashdir. U rejimni o'zgarishini xohlaydimi yoki davomiyliginimi? Bu aniq emas. Oxir-oqibat Xitoy va Rus vetolari bu yerda hammaga qo'l kelmoqda. Ayniqsa bu urushda o'zlarining harbiy kuchlarini qo'llashni xohlamaydigan Washington, Parij va Londonga. Xullas, biz bu voqeaga tashqaridan tomoshabin bo'lib o'tirishdan boshqa ilojimiz yo'q. Lekin shunga qaramasdan G'arbning Trovikor, Aerospar, Finfisher kabi tashkilotlari rejimga informatik nazoratni amalga oshirish uchun zamonaviy dasturlarni ta'minlashda davom etmoqda. Va bu texnologiyalar ta'minoti hech bo'lmasa qurol-yarog' almashinuviga boykot sifatida to'xtatilib turilishi mumkin edi. Yoki bo'lmasa nima sababdan xalqaro sudga murojaat qilinmayapti? Bashar al-Asad holatining urush jinoyatlarini amalga oshirganligi haqida shubha ostiga olib, unga qarshi choralar ko'rish yoki boshqa bir yo'llari. Shundan ko'rishimiz mumkinki, Livan va Isroilning bevosita qo'shni ekanligi va real politika bizni masalaga xolis yondashishimizga xalaqit beradi.